Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Demak, reja qilganimiz kabi har yakshanba kuni sun'iy intellekt va uning falsafasi bo'yicha suhbatlar olib boryapmiz. Bu 5-chi qism suhbat bo'ladi. Agarda siz bu oldingi suhbatlarni eshitmagan bo'lsangiz, eshitib chiqishni maslahat beraman. Demak, boshladik. Biz o'tgan sun'iy intellekt va sun'iy intellektning ontologiyasi e, mavzusida suhbat qilgan edik. Bugun o'sha mavzuning davomini ko'ramiz. Ya'ni mavzuyimiz sun'iy intellekt subyekt bo'la oladimi yoki yo'q? Buni o'sha Descartesdan boshlab, keyin o'sha Martin Haydegger va e, Mishel Fukolarni nimasi nuqtai nazar bilan qarashga yoki sharhlashga harakat qilib o'tamiz. Demak, biz o'tgan safar sun'iy intellekt qayerda tugaydi va inson qayerda boshlanadi? Mana shu ikkita farqni bilib olish nuqtasida tugagan edik. Sun'iy intellekt qachon insonning o'sha davomi, kengaytmasi, qo'lini davomi deymiz-ku falsafada. Kengaytmasi bo'lishdan chiqib, insonni qayta shakllantirib boshlashi mumkin degan savolni nazarda tutaylik. Bu savol texnologik savol emas. Mana shu narsani tushundim. Bu savol inson, ya'ni biz kim ekanligimiz haqidagi savol. Chunki tarixdagi insoniyat tarixidagi har bitta texnologiya inson imkoniyatini kengaytirib kelgan. O'sha dastlabki odamlar o'sha qishloq xo'jaligi sohasida dehqonchilik qilib, hayvonlarni o'ziga moslashtirganda, xonaklashtirgan jarayonlarda eng primitiv sodda texnologiyalar o'sha bolta, omoch va hokazolar nima insonni imkoniyatlarini kengaytirgan. Lekin shu kungacha bo'lgan texnologiyalarning aksariyati, deyarli hammasi, u insonni haligi qayta belgilab chiqmagan, ya'ni inson kim ekanligini qayta shakllantirib chiqmagan. Sun'iy intellekt esa mana shu narsani, mana shu jarayonni buzib, yangi bir jarayonga o'tkazishi mumkin. Ya'ni qisqaroq aytadigan bo'lsak, sun'iy intellekt insonni qaytadan shakllantirib chiqishi mumkin. Biz o'sha ekzistensial bir mavjudligimizni, o'sha yashashdan haqiqiy haligi autentik bir nima deydi-ku, Haydeggerda keltiradi kitoblarida. Mana shunday bir jarayondan chiqib olishimiz mumkin. Ya'ni mana shu narsani hozir suhbatlanamiz. O'zi kengaytma, ya'ni insoniy imkoniyatlarini kengaytiradigan kengaytma deganda o'zi nimani tushunish kerak? Makluan shu mashhur nimada gapida aytganki, texnologiya inson organlarining tashqi kengaytmasidir deydi. Bu biroz akademik termin, oddiyroq aytadigan bo'lsak. Misol uchun, bolta bu qo'lni kengaytmasi, ya'ni qo'limizni davomi. O'sha narsani o'sha nima bilan kesamiz, yoki shu ko'zoynak bizni ko'rqinlashtirib beradi. Yozuv bu nima? Xotiramizning kengaytmasi. Shu xotiramizda uchib ketmasligi uchun kengaytirib beradi. Bu texnologiya deyish qanchalik to'g'ri? Inson niyatiga bo'ysunadi. Insonni niyatiga bizni niyat qilib, o'sha ongimizda bir narsani qilib, o'sha narsadan foydalanamiz. Va insonni nima? Ritmiga ham bu moslashadi. Insonni bizdagi tanamiz, biologik holatimizga. Ya'ni biz charchasak to'xtaydi, bizni boshqara olmaydi. Va bu narsalar bizni ongimizda nima almashtira olmaydi, o'zgartira olmaydi. Lekin sun'iy intellekt mana shu darajadan o'tadi. O'tishi aniq. Chunki burilish nuqtasi qayerda, u qachon haligi mana bu kengaytma tugaydi degan masalani qo'yishimiz kerak. Sun'iy intellekt oddiy bir bizni imkoniyatimizni kengaytirib beradigan narsa bo'lib qoladi agarda u faqat buyruqni bajarsa. Faqat biz buyruq bersak, o'shani bajarsa, bu hech qanaqangi nimasi yo'q. Va natijani emas, faqat vositani bersa bizga. Faqat vositalarni chiqarib bersa. Xuddi Google'da mana qidiruv tizimi bor-ku. U ham qaysi mana bitta sun'iy intellekt. Ya'ni siz ma'lum bir narsani qidirasiz, u Google chiqarib beradi. Va o'z kengaytma holida qoladi, ya'ni qachonki 3-holatda inson
qarorini o'zimiz qabul qilsak. Ha? Lekin sun'iy intellekt shu insonni qayta shakllantira boshlashi mumkin agarki u tanlovdan oldin kirsa. Ya'ni biz tanlov qilishimizdan oldinoq nimaga kiradigan bo'lsa, biz qaror qabul jarayonimizda. Misol uchun, nima haqida o'ylashimizni belgilab bersa, turli xil usullar bilan, turli algoritmlar bilan yoki qaysi variantni ko'rsatishni tanlasa. Misol uchun, YouTube'dagi algoritmlar kabi. Kirasiz, sizga oldindan tayyorlab qo'yilgan kontent bor. Yoshingiz, millatingiz, diningiz, qadriyatlaringizdan kelib chiqib sizga bir tayyor kontentni taklif qiladi. Va eng muhim qismi sun'iy intellekt muqobil bir sizga bir o'sha ehtimoliy muqobil variantlarni yashirishni boshlasa, u shu yuqorida aytganimiz kabi kengaytma bizning imkoniyatimiz kengaytirib beradigan narsadan tepaga yuqoriga chiqadi. Bu vaqtda sun'iy intellekt qaror qabul qilish o'sha qaysidir ma'noda arxitekturasini chizib chiqadi, belgilab beradi bizga. Biz nimani qabul qilishimiz kerak, qanday ko'rishimiz kerak degan ma'nolarda. Endi mana bu iqtisodni o'qiydiganlar bor, ularda o'sha insonni e'tibori ustiga quriladigan iqtisod turi bor. Ya'ni oldingi tovar ishlab chiqarish qiymatiga ega bo'lgan iqtisoddan farqli o'laroq, mana bu ijtimoiy tarmoqlar, internet kelgandan keyin o'sha insonlarni e'tiboriga kontentlar ustiga nima qiladigan iqtisod turi bor. Endi mana shu iqtisod turini sun'iy intellekt boshqarsa. Ya'ni inson ongining markazida sun'iy intellekt tursin. Misol uchun, sun'iy intellekt e'tiborni yo'naltirib bersa, qiziqishlarni modellashtirib bersa, zerikishni yo'qotishni boshlasa internetda. Unda u qaysidir ma'noda ongning ichki ritmini qayta sozlayotgandek ko'rinadi. Bu haligi bizni imkoniyatlarimiz kengaytirib beradigan bir texnologiya emas bu holatda. U intervensiya, ya'ni bizga aralashyapti. Misol uchun, YouTube'da qaraylik, haqiqatda hozirgi yangi chiqayotgan videolar qarasangiz, ko'p videolarda o'sha shortslarda, qisqa bir 10 sekund, 5 sekundlik videolarda ko'pi sun'iy intellekt tomonidan yozilayotganligi va u e'tiborni yo'naltirib berilayotganligi nimagadir. Va bizni qiziqishlarimizni bir nima modelga aylantirib qo'yayotganligini va u o'sha shortslar bizni zerikishimizni yo'qotayotganligini kuzatishimiz mumkin. Instagramda, men Instagram faqat Telegram ishlataman. Instagram yoki TikTokda mana shu narsalarni kuzatish mumkin. Ya'ni insonni e'tiborini yo'naltirib beradigan darajaga chiqqanligini bemalol aytishimiz mumkin bugun sun'iy intellektda. Endi sun'iy intellekt normativlikni ishlab chiqarishni boshlasa qanday bo'ladi? Misol uchun, mana biz insonga, foydalanuvchiga nima to'g'ri va nima noto'g'riligini tavsiya qilishni boshlasa. Mana bu to'g'ri, mana bu noto'g'ri. Normal va yoki normal bo'lmagan o'sha g'alati bir nimani ajratib bersa yoki axloqni optimallashtirsa, o'sha o'zining utilitaristik algoritmlariga ko'ra. Bu sodir bo'lyaptimi, misol uchun, bizni hayotimizda? Men hali unday deb o'ylamayman. Chunki hali ham sun'iy intellektga, misol uchun deylik, siz mana bir sohani egasi, ekspertsiz. Misol uchun, men Dugin haqida ma'lumot berib, Dugin haqida so'rovnoma so'rab, u qaytargan javobni, "Yo'q, bu mana shu joyda noto'g'ri qilyapsan. Dugin bunaqa demagan, bunaqa degan, bu ma'noda aytgan" desam, sun'iy intellekt, "Ha, to'g'ri aytyapsan" deydi. Ya'ni hali to'g'ri noto'g'riga ajratadigan bir nimaga tushmagan. Faqat sharti siz o'sha sohani bir mutaxassis bo'lishingiz kerak. Lekin axloqni optimallashtirish jarayoni bormi? Bor. Bu o'sha utilitar falsafa ustiga qurilgan algoritmlarda kuzatamiz. Ya'ni bu holda inson axloqi tashqi nimaga algoritm shakliga ko'chadi-da. Ya'ni mana shu bir jarayonga ko'chadigan bo'lsa. Ya'ni biz endi axloqimiz to'g'ri noto'g'rini sun'iy intellekt belgilab bersa, normal va normal bo'lmagan narsani ajratib bersa, axloqni optimallashtirsa. Mana shunda kuzatishimiz mumkin.
Endi bu yerda ontologik chegarani yemirilishini qayerda degan savol paydo bo'ladi. Inson qayerda tugaydi? Ya'ni insonni nimasi? An'anaviy bir javobni qarasak, ya'ni an'anaviy desak qanday ekan? O'sha klassik javob nima tarafdan qaraylik? Uyg'onish davri mutafakkirlarida ong, niyat, mas'uliyat. Aa, bundan insonligi mana shu yerda. Ongi bor, niyat qila oladi, o'zi xohish, istagi o'ziniki va mas'uliyati bor. Lekin, lekin sun'iy intellekt ongni taqlid qilsa-chi? Inson ongini taqlid qilyaptimi? Ha, qilyapti. O'zini o'zi anglamaydi, hali nima uchun qilayotganini anglamaydi, lekin o'sha inson ongini o'sha tarmoqlar orqali taqlid qilyaptimi? Ha, insondek fikrlayotgani yo'q, lekin shunga taqlid qilyapti deb aytishimiz mumkin. Niyatni taxmin qilyaptimi? Ya'ni qanday niyatda misol uchun bir yomon niyatda anaqa qilsangiz, intellektdan yo'q deydi. Bunaqa mumkin emas, bunga javob bera olmayman deydi. Mas'uliyatni o'ziga olayotgandek ko'rinyaptimi? Diffuziya qilayotgan. Bilmadim. Bunday bo'lyaptimi, yo'qmi? Men bilmadim. Ya'ni bu yerda natija shunday bo'ladiki, e, inson markazchilik, o'sha antropocentrik paradigma yemirilishini kuzatishimiz mumkin. Balki u o'zi qaranglar, mana shu joyimizda aytib o'tish kerak. Men o'zi nima imkonsiz davlat asarini tarjima qilayotganda ko'ryapman. Butun boshli g'arb falsafasini qarasak, butunlay o'sha hokimiyat, qaror qabul qilish va nazorat qilish odamni nimasini qayta shakllantirishga qurilgan. Ya'ni bu yangi naslda ayta olmaymiz, ya'ni o'sha uyg'onish davrida mana shu narsa bo'lgan. Endi sun'iy intellekt mana shu narsani yangi bir bosqichga, o'sha insonni butunlay yangidan shakllantirib chiqishga aylanishi mumkin. Albatta bu fikr, meni fikrim. Misol qo'shilmasligingiz mumkin. Va bunda haqqingiz bor. Ya'ni bu suhbatimizni maqsadi mana bu to'g'ri, mana bu noto'g'ri deb sizlarga aytish, ajratib chiqish meni nimamda emas, ya'ni darajamda ham emas va bu masala bizga bu suhbatimiz maqsadi ochib berish. Ya'ni bizni ongimizni ochib beraylik, fikrlarimizni sun'iy intellekt bo'yicha. Mana shu maqsad qilingan. Endi sun'iy intellekt insonni nimaga aylantirishi mumkin? Taxminiy savol o'zimizga beraylik. Bu eng ya'ni odamni o'ylantiradigan savol. Sun'iy intellekt insonni meni farazim bo'yicha, balki xato bo'lishi mumkin, qaror qabul qiluvchi emas, balki qarorni tanlovchisiga aylantirishi mumkin. Taxminim bo'yicha. Ya'ni bu kelajakdagi misol uchun deylik, 50 yil, 100 yildan keyingi insonlarda qaror qabul qilish o'sha mas'uliyati yo'qolib, balki qarorni tanlovchi obyektga aylanib qolishi mumkin degan fikrim bor. Ya'ni bu holatda inson o'ylamaydi, fikrlamaydi, balki variantlar orasidan bittasini bosadi. Haliyam o'sha nimasi tanlash imkoniyati o'zida bor, lekin nimada variantlar orasidan bittasini bosadi. Bu esa erkinlikning sezilmas shu yemirilishi deb tushunishimiz mumkin. Endi islom ontologiyasi nuqtai nazari bilan bir qarab ko'raylik. Men islom bo'yicha mutaxassis emasman, shu joydan aytib o'tish kerak. O'zimdagi ma'lum bir fikrlardan kelib chiqib aytaman. Ya'ni inson mukallaf, ya'ni insonga nima mas'uliyat yuklatilgan. Unga aql berilgan, nafs berilgan va u mas'uliyat ham berilgan unga. Hamma islomdagi nimalar qarasak, qoidalar, nimalar qarasak, hammasida shu mas'uliyat masalasi ko'riladi. Va insonni shu niyati bilan baholanadi. Va amali uchun javob berish masalasi bor. Endi sun'iy intellektda esa u niyat yo'q, mas'uliyat yo'q. Misol, agar inson niyatini sun'iy intellekt shakllantirsa, amallarni oldindan yo'naltirsa, u holda nima insonga berilgan o'sha mas'uliyat ontologiyasi xavf ostida qolishi mumkin. Kim javobgar bo'ladi? Siz misol uchun deylik,
sun'iy intellekt yordamida diniy bir fatvoni, bir narsani oldingizda, u xato edi aslida. Endi o'shani javobgarlik kimni bo'yniga tushadi degan savol paydo bo'ladi. Endi bu qisqaroq qilib aytadigan bo'lsak, sun'iy intellekt insonni qayta shakllantira boshlasa, hm, u e'tiborni boshqarsa, tanlovni nimasini chizib chiqsa, arxitekturasini, normativ nimalar masalalarni ishlab chiqarsa, mas'uliyatni nima loyihalashtirsa, buzib ko'rsatsa, shu nuqtada sun'iy intellekt bir oddiy texnologiyani kengaytma emas, balki bizni antropologik bir boshqa bir nimaga o'zgartiradigan kuchga aylanishi mumkin. Bu kelajak haqida aytilayotgan fikr. Ya'ni savol mana sizlar uchun. Agar inson qarorni bermasa, balki faqat tasdiqlasa, unda qiziq bir savol tug'iladi. Biz hali ham qaror qabul qilyapmizmi? Yoki biz orqali qaror qabul qilinyaptimi? Mana shu savol. Endi biz subyektivlik nimasiga o'taylik. Dekartdan boshlaylik. Subyekt kim va u qanday rivojlandi? Inson va texnologiya chegarasi qanday buzildi? Texnologiya deganda bugungi texnologiyani tushunmang, boshqa uzoqroq nimadan kattaroq ma'noni aytyapman. Sun'iy intellekt qachon insonning oddiy davomchisi bo'lishdan chiqib, insonning o'zini qayta shakllantira boshlashi mumkin. Bu savolga javob berish uchun biz texnologiyadan emas, balki inson qanday tushunilganidan boshlashimiz kerak, uzoq o'tmishdan. Ya'ni Dekartdan, 17-asrda. U insonni ikkita nimaga, qismga ajratib chiqdi. Ya'ni Dekart zamonaviy modern tafakkurning boshlanish nuqtasi, burilish nuqtasi degan bo'ladi. Uning mashhur iborasi bor, mana cogito ergo sum. Ya'ni men o'ylayman, fikrlayman, demak men borman, mavjudman. Ya'ni men fikrlayapmanmi, demak men mavjudman. Bir narsa fikrlamasa u mavjud emas. Bu jumla bir oddiy ko'rinishi mumkin, lekin u nima o'z vaqtida ontologik inqilob qilgan. Ya'ni Dekart nimani ajratdi? U mavjudlikni ikkita asosiy qismga, qatlamga bo'ldi. Bittasi inson, subyekt, chunki u fikrlaydi, o'ylaydi, qaror qabul qiladi va biladi. Ongi bor, biladi nima qilayotganligini. Endi tashqi dunyo ikkinchi qism. N- Nima mexanik o'lchanadigan va boshqariladigan. Chunki o'sha mexanik falsafa Newton, Boyle kabi olimlar bu narsani rivojlantirib bergan o'sha davrda. Ya'ni o'sha nuqtadan boshlab inson fikrlovchi markazga aylandi, dunyo esa nima boshqariladigan, o'lchanadigan, resurs zaxira qilinadigan mexanizmga aylandi. Oddiy savol, misol uchun. Dekartdan oldin odamlar daraxtni qanday ko'rgan? Oddiy bir misol. Daraxt qaysidir ma'noda metafizik ma'noga ega, ramziy, ilohiy tartibning bir qismi edi. Misol odamlar bir daraxtni, tog'ni, daryoni, bir narsani ko'rsa, uni ma'nosi borligi, ramziy ekanligi, uni Xudo qanday yaratganligi, ma'nosi qanaqa, nima uchun yaratgan, misol uchun daraxtni yaratilishidan hikmati nima degan savollar atrofida aylanadi. Lekin Dekart buni nima qildi? Daraxt dedi, bu balandligi, yog'och miqdori va utilitar foydasi nuqtai nazari bilan o'lchanadigan narsaga aylantirdi. Yoki boshqacha aytsak, tabiat mashinaga aylandi. Ya'ni tafakkur hisoblashga aylanishida jarayonni kuzatishimiz mumkin. Dekartdan keyingi muhim qadam shuki, agar dunyo mexanik bo'lsa, uni hisoblash mumkin degan xulosaga kelindi. Mantiqiy bo'lsa, unda savol tug'iladi. Nega tafakkurni, fikrlashni mashina bajarmasligi kerak? Ya'ni biz fikrlayapmizmi, ma'lum qoidalarga, mantiqiy ketma-ketlikka bo'ysunyapmizmi? Ha, bo'ysunamiz. Bizni miyamizda ham algoritmlar bor.
nima eng yaxshi, eng tez, eng katta, eng kichik, eng yaxshi, eng yomon, eng buyuk yoki shu kabi haligi eng arzon, qimmat, o'rta degan narsalar bizni miyamizda ham hisob-kitob qilamiz-ku. Endi mana shu tafakkurni nima uchun mashina bajarmasligi kerak, ya'ni sun'iy. Bu savol sun'iy bilan emas, o'sha bo'lmagan bu davrda, balki ma'rifat falsafasi bilan boshlangan o'sha paytda, uyg'onish davrida. Endi oddiy bir misol keltiradigan bo'lsak, agar qaror qabul qilish, misol variantlarni solishtirish, eng yaxshisini tanlash bo'lsa, unda mashina ham shuni qila oladi degan fikr kelgan. Bu yerda inson ma'no egasi emas, balki hisoblovchi mavjudot sifatida tushunilgan. Ya'ni insonni hisob-kitob qiladigan bir hisoblovchi mavjudot sifatida tushunilgan. Ya'ni ilohiylikdan olinib, shu insonni mana shunday bir faqat hisob-kitob qiluvchi mavjudot sifatida qaralganligi. Endi ma'rifat davrining merosi nima eng katta? Bu inson e, ratsional agent, ratsional subyekt sifatida qaralishi. O'sha 18-19 asrlarga kelib inson shuni tasavvur qilindiki, u ratsional, bashorat qilinadigan, optimallashtiradigan narsaga o'zgardi. Endi jamiyat savoli o'zgardi. Oldin bu inson yaxshimi yoki yomonmi degan savollar bor. Axloqi yaxshimi? Qanaqa inson so'raladi. Keyingi davrda qaraydigan bo'lsak, bu inson samaralimi, foydalimi, o'sha produktiv qiymati qanchalik degan o'sha garchi so'ralmasa ham, lekin ongida shunaqangi savollar bor. Ya'ni siz ma'lum bir joyda ishxonada ishlasangiz, misol uchun bir mehmonxonada ishlayapsiz. Sizni ish beruvchi sizni yaxshi insonmisiz, yomonmisiz, qizig'i yo'q. Sizni qilayotgan ishingiz, nimangiz qanchalik samara olib kelyapti degan nuqta bilan, prizmadan qaraydi sizga. Misol uchun keltiryapman-da. Bugungi haligi ish beruvchi va mehnat qiluvchi shaxs o'rtasidagi munosabatni qarang. Endi samaralilik nuqtai nazari bilan qarashadi. Mana bu ishchi yaxshi ishlaydi, mana bunisi kam ishlaydi, bunisi boshqadir. Endi bu insoniy ontologik bir nimasida, ya'ni o'zligidan pasayishi, ajralishini qarashimiz kerak yani. Biz insonga bunaqa bir nima qila olmaymiz, ya'ni muloqot qila olmaymiz. Inson hissiyoti bor, charchaydi, psixologik holati bor, emotsional holati bor. Bo'lmasa bir narsa bo'ladi. Siz insonga agar bunaqangi utilitar ko'z bilan qaraydigan bo'lsangiz, sizni ish joyingizda insoniylik darajasi tushib ketadi. Endi texnologiyalar avval insonda imkoniyatlarni kengaytirib beradigan bir kengaytma. Uzoq vaqt davomida inson imkoniyatini kengaytirdi. Lekin insonni o'zgartirmadi. O'sha mikroskop deymizmi, kalkulyator deymiz, misol uchun. Mikroskop ko'zimizni nimasini kattalashtirib berdi. Ya'ni bizni ko'zimiz chegaralangan. Undan ortiq narsani ko'ra olmaydi, lekin mikroskop kattalashtirib beradi. Yoki kalkulyator. Biz misol uchun deylik, uni qo'lda hisoblaydigan bo'lsak, bir yarim soat ketadigan narsani kalkulyator sekundda hisoblab berishi mumkin. Lekin bu bizni o'zgartirmadi. Ya'ni bu muhim jihat shuki, qaror doimo inson o'zimizda qolgan edi shu paytgacha. Ya'ni bu yerda o'sha ma'lum o'sha texnologik mashina keyin ishga tushgan, ya'ni buyrug'imizdan keyin ishga tushadigan bir narsa edi. Endi burilish nuqtasi bu texnologiyani ongiga kirgani sodir bo'ladi. Ya'ni sun'iy intellektda bu tub burilish sodir bo'ladi. U qo'lni emas, mushakni emas, balki tafakkurni egallayotganligi insonga nima xavf tug'diradi. Ya'ni inson tafakkurini egallayotgan. Oddiy muhim misol bildiraman. Sun'iy intellektdan oldin siz nimani o'qishni o'zingiz tanlar edingiz? Biz sun'iy intellektdan oldin nimani o'qishimizni o'zimiz tanlar edik. Ma'lumotni o'zimiz izlar edik. Nima haqida izlashdi? Sun'iy intellekt bilan esa ma'lumot bizga taqdim etilyapti. Variantlar oldindan tanlanyapti. Biz hali ham tanlayapmiz, lekin biz o'sha
tanlanmagan maydon ichiga tushib qolyapmizda, chegaralanyapmiz. Bizni o'sha kechirasizlar. Davom ettiramiz. Chegara aynan mana shu yerda buziladi yani. Ya'ni biz o'sha tanlov qila olmaydigan maydon ichida qolsak, nimamiz buziladi mana shu yerda. Sun'iy ortda qolishimiz ham shu yerda. Siz agar sun'iy intellektdan ortda qol, qolmay qolmaslikni xohlasangiz, siz tanlovni, qarorni, mas'uliyatni tanlashni, fikrlashni sun'iy intellektdan tashqari qilishingiz kerak. Sun'iy intellektni vosita sifatida qarashingiz mumkin. Endi chegara aynan shu yerda buziladi deyapmiz. Ya'ni sun'iy intellekt insonni shakllantira boshlasa. U qarordan oldin ishlasa, ya'ni nimani ko'rishimizni, o'ylashimizni, nima muhim bilishimizni belgilab bersa, mana shunday muammo yuzaga keladi. Endi Martin Haydeggerni ko'rib chiqaylik. Haydegger shuni deydiki, texnologiya vosita emas, u borliq qanday ko'rinishini belgilaydi deb aytadi o'sha nimada asarlarida. Gestalt deb nomlangan konseptida. Oddiy qilib aytganda, texnologiya haqiqatni filtrlab beradi deb aytishimiz mumkin. Haydeggerni tili bilan. Bu shaxs birinchi marta eshitgan bo'lsanglar, ma'lumot ketdi. Nimada Ikkinchi jahon urushida yashagan, o'sha natsistlar partiyasiga a'zo bo'lgan, ko'pchilik undan chiqqan, Ikkinchi jahon urushidan keyin sudlanib, nimadan ozod qilingan, ya'ni nimasidan ozod qilingan, aybdorlik olib tashlangan, natsistlarga bog'liq. Haqiqatda uni ham fikrlarini xuddi Nitsheni fikrlari kabi natsistik rejim o'z maqsad yo'lida foydalangan deb aytishimiz mumkin. O'sha Dasein teoriyasi nimalar oriylar oliy irq degan qoidadan foydalanganligini kuzatishimiz mumkin. Endi sun'iy intellekt filtrni, mana texnologiyalar haqiqatni filtrlab, tahrirlab beradigan bo'lsa, sun'iy intellekt esa mana shu tahrirlashni avtomatlashtirib beradi. Uni ko'rinmas qiladi. Qanday qilinayotganligi ko'rinmaydi parda ortida bizda. Mana shu nuqtai nazar bilan nima Haydegger aytgan. Endi men bir narsani tan olishim kerak. Sun'iy intellekt nima bo'yicha? Haydegger bo'yicha uning dizayn va borliq va vaqt asarlari bo'yicha menda bilim darajasi ancha past. Umumiy bir nimalarni bilaman xolos, ya'ni aynan dizayn boshqa narsa. Lekin uning aynan o'sha subyekt va obyekt masalasi bo'yicha aytgan fikrlari menda hali ham o'zimga ham tushunarsiz yani. O'zim ham hali tushunmayman bu aynan nima haqida ketayotganligini. Ya'ni u misol uchun butun falsafasi bitta savol atrofida aylanadi-da, ya'ni mavjudlik nima? U texnologiyani, ya'ni texnik muammo sifatida emas, balki mavjudlik qanday nima qilish, nima desam, ochilishi masalasi sifatida tahlil qiladi. Ya'ni sun'iy intellekt uchun, ya'ni Haydegger uchun kechirasizlar. Va texnologiya bu qandaydir bir asbob uskuna yoki kengaytma emasda, u hodisa sifatida ko'radi. Ya'ni insoniyatni o'zgartirib yuborish uchun asos bu jarayon sifatida. Ya'ni odatda biz misol texnologiyani bunday tushunamiz-da. Ya'ni maqsadga erishish vositasi, inson irodasiga bo'ysunuvchi bir mexanizm sifatida ko'ramiz. Misol oddiy primitiv misoli bolta yog'och kesish uchun bo'lsa, telefon gaplashish uchun bo'lsa, mikroskop kattalashtirib berish uchun esa. Bu shu vositaviy instrumental qarashda. Lekin Haydegger buni boshqacha ko'radi-da. Texnologiyani u faqat vosita deb tushunish texnologiyani mohiyatini yashiradi. Nega? Men fikrimcha, chunki vosita faqat ishlatiladi, dunyoni o'zgartirmaydi deb qaraydi. Texnologiya esa dunyo qanday
ko'rinishini belgilaydi deb Haydeger aytadi. Ya'ni qadimgi Yunonlarda Alesiya, to'g'ri talaffuz qildimmi bilmadim. Alesiya degan bir nimani ishlatishgan terminni. Haqiqat, ya'ni to'g'ri ma'lumot emas, balki mavjudlikni ochilishi sifatida Haydeger tushuntirishga harakat qiladi. Texnologiya va haqiqat borasida Haydegerning fikriga ko'ra, har bir texnologiya nima haqiqatni ochishning ma'lum bir usuli sifatida qaraydi. Dehqonchilikda yer tirik va muqaddas qaralishi, sanoatda yer esa resurs sifatida qaralishi, misol uchun. Dehqonda yer bu tirik emas, ona yer deydi, muqaddas deb biladi, hosil beryapti deb qaraydi. Yer o'zgarmadi, yerda holati o'zgargani yo'q. Ochilgan haqiqat o'zgardi-da bu yerda. Endi texnologiya boshqa tarafdan qaradi. Misol ko'p aytaman, tog'ni oldiga borgan ikkita odam, biri o'sha texnologiyalardan oldin davrda yashaydigan inson va bugungi kundagi inson borsa, biri o'sha daraxtlar, daryolar, buloqlar, gullar, tog'lar, hammasini ko'rib, bu tirik ekanligi, muqaddasi, ramzi, kim yaratgan, bu Xudo qanday yaratgan buni degan savollar bersa, bugungi odam borib resurs sifatida ko'radi. U yerdan dacha qurish mumkin, tok olish, elektr energiya olish mumkin. Yana nima? Haligi dam olish maskani qilish mumkin, hokazo. Ya'ni o'sha holat faqat bizni o'sha ko'zoynaklarimiz o'zgardi xolos. Endi a, endi biz Gestel degan nimasini ko'rib chiqaylik. Zamonaviy texnologiyaning mohiyati haqida. Gestel bu Haydegerning ta'rifida nemischa nimadan olingan? Qurshab olish, o'rab olish, majburiy tuzilma, o'sha ramkalar deb tushunsak bo'ladi. Bu buyuruvchi ochilish shakli sifatida qaraladi. Ya'ni tabiatni zaxiraga aylantirish usuli sifatida. Besten so'z ishlatadi nemis tilida, bu zaxira. Ya'ni zamonaviy texnologiyada mavjudlik bu narsa emas, balki zaxira sifatida qaraladi deb Haydeger. Ya'ni daryo elektr manbai, o'rmon yog'och manbai, inson ishchi resurs sifatida qaraladi. Bu ontologik pasayish. Mana nimalar qarang, natsistlarni Italiyada ham, nimada ham, Germaniyada ham biz degan 2000-yilga borib falon million aholiga yetishimiz kerak. Faloncha resurs, ishchi resursi chiqishi kerak bizda o'sha geosiyosiy maqsadlarimiz uchun deb aytgan. Insonlarni ishchi resurs nimasiga pasaytirish. Sifatida qarash. Ya'ni bugun ham borku mana iqtisodchilarda insonlar soni kamayib ketyapti. Bu yadro qurolidan ham xavfliroq narsa qaraganda inson sifatida emas, balki ishchi resurs sifatidagi bozordagi iqtisoddagi o'rni kamaymasligi holatidan qarab chiqadi. Ya'ni insonning Gestel ichidagi holatini ko'p chiqaylik. Ya'ni Haydegerda konseptida. Gestel faqat tabiatni emas, insonni ham nima zaxiraga aylantiradi, resursga aylantiradi. Ya'ni inson o'lchanadi, baholanadi, optimallashtiriladi. Bu yerda inson subyekt emas, tizim elementi, mashina ichidagi o'sha muruvvatga aylanishi mumkin. Nimani Hanna Arendtni tili bilan aytganda. Murakkab daraja bu Gestel va sun'iy intellekt. Haydeger yashagan davrda sun'iy intellekt Enigma degan maxsus Shift Allen Turing degan sanoat elaga aylantirildi. Falon davlatni faloncha nima ishchi zaxirasi bor.
ishlay oladigan aholisi bor. Sun'iy intellekt esa ma'noni zaxiraga aylantirishi mumkin kelajakda. Bu suhbatlarimiz aynan bugunga qaratilmagan, balki kelajakka qaratilgan, shu 100 yillardan keyingi. Ya'ni e'tiborni boshqarishi bilan, qarorlarni nima oldindan shakllantirishi bilan. Chunki avtomatlashtirilgan ochilish bor-da bu yerda. Oldin texnologiyalar bizni avtomatlashtirib majburiy qilmagan bo'lsa, sun'iy intellekt mana shu narsani tizimli qilishi mumkin-da. Ya'ni nimani ko'rishimizni, nimani muhim deb bilishimizni avtomatik belgilab berishi mumkin. Bilmadim, hozir mavjudmi yoki kelajakda bo'ladimi? Shunday bo'lishi mumkin. Endi inson borliqni ochmaydi. Mana inson sifatida men nima uchun yashayapman? Mana bu Everest degan tog' nima uchun buncha katta? Uni mohiyati nimada? Ontologiyasi nimada? Bu dunyoni shuncha qismi okean ekan, bunisi quruqlik ekan. Buni mohiyati nimada? Nima uchun kislorodgina 1%, anavi nima 79%? Bu sababi nima? Nima uchun Yerda insonga yashash uchun sharoit yaratilgan? Bu narsalarni ochmaydi, ochmasligi mumkin endi. Ochishga harakat qilmasligi mumkin inson. Ya'ni unga o'sha texnologiyalar orqali ochilgan dunyo, ya'ni utilitar o'sha komfortni ko'paytirish dunyosi taqdim etilishi mumkin kelajakda. Agar eng katta xavf shuki, texnologiyani o'zida emas, balki texnologiyani nima deydi, xavf deydi. Yo'q qilish emas, balki borliqni faqat bitta usulda ko'rishga majburlash bizni yo'qlikka olib borishi mumkin. Sun'iy intellekt insoniyatni yo'qotmasligi mumkin, Terminator kinosidagi. Lekin biz insonlarni insonlarni o'zi deylik, sun'iy intellekt chizib bergan algoritm asosida Isroil kabi G'azoda bitta o'sha nimada Microsoft'da, Google'da, Amazon'da nimalari bor, chiqargan sun'iy intellektlari bor. U chiqyapti-da G'azoda taxminiy nishonlarda chiqarib beryapti. Ya'ni mana shu yerda, mana shu nimani tunnelda chiqishi mumkin hammasi bitta a'zosi. Va u atrofidagi 100 ta, 50 ta odam uni hayoti haligi hayotiga xavf nima qiladigan, hayotini zomin bo'ladigan zarbani berishni sun'iy intellekt ratsionallashtirib beryapti Isroil harbiy nimasiga, tuzilmasiga. U aytyaptiki, agar mana shu bitta Hamas, u taxminiy nishon, u yerda Hamas askari bormi yo'qmi bilinmaydi, lekin mana shu yerda mana shu taxminiy xavf bor, agar uni o'ldirmasang kelajakda bizga shunday xavf solishi mumkin deydi va unga o'sha joyga raketa otishni ratsionallashtirib beradi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa aynan shu. Ya'ni sun'iy intellekt bizga mana shunday faqat bitta usulda ko'rishga majburlasa dunyoni, ya'ni ko'pchilikni manfaati uchun ozchilikni qurbon qilish mumkin degan narsani dronlar, raketalar, yadroviy qurollar, hokazo ko'rinishda, biologik qurollar ko'rinishda ko'rishga majburlasa yoki boshqa tanlovlarni olib tashlasa, bizni eng katta xavfimiz o'sha yerda, ya'ni insonlarni. Ya'ni endi chiqish yo'li, najot yo'li yoki Haydeggerni nimasini ko'rib chiqaylik, fikrini bu vaqtida nima degan. U nemischa Gelassenheit degan nimani aytadi, termin. Bilmadim, nemischa to'g'ri talaffuz qildimmi? Nemis tilini biladiganlar to'g'rilashlari mumkin. Gelassenheit degan nimani ishlatgan. Ya'ni qo'yib yuborish, ma'nosida tushunishimiz mumkin o'zbekchaga. Bu texnologiyani rad etish emas, balki nazarda tutgan Haydegger. Ya'ni ochiqlikni saqlashni nazarda tutgan. Ya'ni inson texnologiyadan foydalanadi, lekin haqiqatning boshqacha yo'sinda ochilishiga, ko'rsatilishiga, tushunilishini ham nima ochiq qoldiradi. Va Haydegger Dasein deganda aynan shu narsani nazarda tutgan. Ya'ni nemislarni o'zini dunyoni qurishi bor.
o'zbeklar dunyoni o'zini ko'rishi bor. Yoki millat ma'nosida aytmaylik, chunki dizayn millatga ko'proq urg'u betmaydi, sivilizatsiyaga. Misol uchun, musulmonlarni o'zini dunyoni tushunish yo'li bor, nasroniylarniki o'zi bor, yahudiylarniki o'zi bor, a, liberal ko'zli insonlarniki o'zini bor. U xohlamoqchi bo'lgan narsa haligi haligi majburlab boshqa qarashlarni chiqarib yubormaslik kerak, yo'qotmaslik kerak deydida. Ya'ni bu yerda har bitta millat vakil, sivilizatsiya vakili, din vakilini o'zini ontologik haqiqati bor. Biz uni inkor etmaymiz va u bizga kerak insoniyatni tushunish yo'lida deydida. Agar texnologiyalarga o'rnashib qo'ysak, texnokratlarga o'xshab. Bizni insoniyatning yakuni mana shunda deb Haydegger tushuntirishga harakat qiladi. Ya'ni bosqichma-bosqich qaysidir ma'noda aytadigan bo'lsak, texnologiya bu vosita, bir asbob uskuna emas. Texnologiya nima haqiqatni ochib beradigan bir vosita narsalardan biri. Va u zamonaviy Gestel deb atalgan. Gestel esa hamma narsani nima zaxiraga, resursga aylantiradi degan. Sun'iy intellekt esa mana shu ramka model yaratish nimasini ong sohasiga kirishi sifatida qarashimiz mumkin. Haydegger nazari bilan. Xavf esa mana shu sun'iy intellekt bizga beradigan dunyoni yagona bir nima sifatida qarab qoladigan bo'lsak, shunda xavfimiz yuzaga keladi. Ya'ni agar dunyo faqat hisoblanadigan, o'lchanadigan bo'lsa va inson faqat optimallashtiradigan mavjudotga aylanib qolsa, unda savol biz hali ham borliq bilan aloqa nima qilyapmizmi? Ya'ni borliq haqida fikr yurityapmizmi? Yoki faqat uning texnologik bir soyasiga kirib qoldikmi? Texnokratlarni, texnofeodallarni nimasiga kirib qoldikmi degan savolni berishimiz mumkin. Mana shu joyda Haydeggerni fikrlari yakuniga yetadi. Menimcha birov o'zimga nima desam qiyin og'ir uchun nima qilib savol javobga o'tsak bo'ladi. Agar suhbatimiz bo'yicha mikrofon qo'l ko'tarish nimasini bossanglar, men savollaringni olaman. Mikrofonni ochaman. Hop, Zoomda biroz boshqacharoq savol so'rash funksiyasi. O'sha qizil mikrofonni bosib, nimada qo'l ko'tarish degan joyi bor. Hop, menimcha hech kimda yo'q. Savol mavjud bo'lmasa kerak, demak shu nuqtada tugatsak bo'ladi. Men suhbatni qayta yuklab qo'yaman. Bu suhbat sun'iy intellektni kelajakda qanday rivojlanishi mumkin degan ma'noda bir faraziy mana shu nuqtalarni sharhlab o'tishga niyat qildik. Xo'p, Sardor o'ylaysiz, so'nggi odam qanday bo'ladi? So'nggi odam qaysi nuqtadan javob beray? Agar islom nimasidan qarasak, u demokratlarni chiqishi mumkin.
Hop, Sardorbek orada menda nimagadir nimada zoomdan chiqib ketib qoldi. Savolingiz javobni qayta aytaman, ya'ni dunyo so'nggi odam versiyasi hamma sivilizatsiyada har xil, islomda har xil, liberal demokratiyada har xil. Karl Marksda boshqacha, texnokratlarda boshqacha, bu postgumanistlarda. Buni e, kattaroq nima savol, shuning uchun buni alohida suhbat qilamiz. Men yodimda saqlab qoldim. So'nggi inson versiyasini turli xil qarashlarda qanday bo'lishini suhbat qilamiz. Hozir demak suhbatimizni shu yerda tugatsak bo'ladi. Shu suhbat yetarli, foydali bo'ldi deb o'ylayman. Vaqt ajratib eshitganlaring uchun rahmat. Savollaring bo'lsa, izohlarda kanalda, Telegramda kanalda yozib qoldirishlaring mumkin. Rahmat, salom.